Qonun loyihasi mana kecha bizda ham fraksiyada ko'rilib chiqildida. Juda ham bahs munozaralarga sabab bo'ldi. Biz sizga taklif kiritgan edik. 269 prim 3 moddasidan 41 primni chiqarib tashlash masalasini, buni biz sizga asoslab ham bergan edik. Ya'niki bu norma birinchidan yaqinda kiritilganligi 2023-yilda hali odamlarimiz ko'pchiligi bu haqida to'liq ma'lumotga ham ega emasdir, hamma ham bu narsani bilmayotgandir. Bu bir. Ikkinchi tomondan bu normaning ijtimoiy ahamiyatga borligi, tarbiyaviy tomoni borligini yoki atrof muhitdagilarning ana shunday holatlarga befarq emasligiga chaqiruvchi norma bo'lganligi uchun ham buni shu yerdan chiqarib tashlaylik, bu hozir degan taklifni bergan edik. Kecha buni ko'rib chiqamiz degan edilaringiz, lekin hozir turibdi. Shundan kelib chiqqan holda buni chiqarib tashlash kerak degan taklifni yana qaytarib aytamiz va boshqalarni ham shunga chaqirib qolamiz. Bugungi kunda mana jamiyatimizdagi ayollar endi qaysi biridir balki o'zi xohlab ariza beradi, lekin biz ularni ariza berasan deb majbur qila olmaymiz. Chunki bizning mentalitetimiz bor, milliyligimiz bor, ma'naviyatimiz bor, madaniyatimiz bor. Shulardan kelib chiqqan holda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi mana shu 269-prim 3 moddadagi 41-prim 1 moddani to'liq chiqarib tashlashda taklifini ilgari suradi hamda qolgan deputatlarni ham bizning taklifimizni qo'llab-quvvatlashga chaqirib qoladi. Qaror loyihasini ovozga qo'yamiz.